Klinikamizga kelgan har bitta mijozga judayam qiziq bo'lgan bizning mebellarimiz va hamma proseslarni Anvarjon ukamga topshirdim. Hammaga assalomu alaykum. Bizga berilgan bu proyektni bir oy muddatda to'laqonli chiroyli qilib bitkazib berdik. Bu Yevroremontga moslab mebellarimizni neoklassika formasida ishladik va biz MDFdan 100% foydalandik. Qo'shimcha bitgan materiallarni Toshkentdan asosiy zakaz qildik. Agar sizga ham ushbu turdagi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Nargiz opa, bu ishimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Albatta Anvarjon, menga doim ishlaring yoqib kelgan, chunki men sizlar bilan 10 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Injiqligimga qaramasdan estetichniy dizayn bo'yicha hamma mebellarimni a'lo darajada qilib berdilaring. Hammaga men taklif qilaman va uy, ofis, xonadonlar uchun o'zlaringning vkuslaringdagi hamma narsalaringni uylaring razmerlariga qarab, ofislaring razmerlaringga qarab, yo'qdan bor narsa qilib yasab berishadi bu Anvarjon. Sog' bo'ling.